Assalomu alaykum. Oddiy kasrlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, oddiy kasr ikki xil bo'ladi. To'g'ri kasr va noto'g'ri kasr. Birinchi oddiy kasrda to'g'ri kasrdan boshlaylik. Mana m taqsim n ko'rinishidagi ifodalarga oddiy kasr deyiladi. Endi m taqsim n ga masalan 2 taqsim 3 bo'lsa, 5 taqsim 7 bo'lsa, 8 taqsim 13 bo'lsa, 1 taqsim 7 bo'lsa, 3 taqsim 13 bo'lsa, mana shular to'g'ri kasr deyiladi. To'g'ri kasrlar. Nega to'g'ri kasr deyiladi? Chunki tepa surat deyiladi, pasti mahraj deyiladi. Demak, surati kichkina, mahraji katta mana. Suratlar kichkina, mahrajlar katta. Mana shunaqa bo'lsa, to'g'ri kasr bo'ladi. Endi noto'g'ri kasr qanday bo'ladi? Noto'g'ri kasr, xo'p, tepa katta bo'lishi kerak, pasti kichkina bo'lishi kerak mana. 3 tepa katta, mana surat katta, mahraj kichkina bo'lsa, o'sha noto'g'ri kasr. 7 taqsim 5, 18 taqsim 11 yoki 7 taqsim 7 mana teng bo'lib qolsa ham noto'g'ri kasr deyiladi. 5 taqsim 5 mana yana teng bo'lib qolsa ham noto'g'ri kasr deyiladi. Demak, mana shular noto'g'ri kasr. Noto'g'ri kasrlar. Demak, ikki xil bo'ladi ekan, to'g'ri kasr va noto'g'ri kasr. Keyin teng bo'lib qolsa, e'tibor qilamiz, teng bo'lib qolsa nima ekan? Noto'g'ri kasr deyilar ekan. Endi bizda m taqsim n degani oddiy kasr bo'lyapti. O'shandan m tegishli nima desa, mana yeni chappasi mana tegishli degani. M tegishli nima desa, m tegishli biz har doim esib qolamiz. Mana tepa butun son bo'ladi. Butun son degan mana z. Mahraj n nima desa, n tegishli deyiladi natural. Ya'ni xulosa. Demak, surat har doim butun son bo'ladi, mahraj har doim natural son bo'ladi. O'zi mahraj 0 bo'lishi mumkin emas degan qoidalarni bilsak ham bo'ladi. Mahraj 0 bo'lishi mumkin emas degani, mahraj butun son bo'lishi mumkin emas degani. Mana 0 butun songa kiradi. 0 butun songa kirsa, mahraj 0 bo'lishi mumkin emas degani, butun son bo'lishi mumkin emas degani. Natural son bo'ladi degani, ya'ni 0 natural kirmaydi. Demak, birdan boshlab hamma son bo'lsa bo'ladi degan. Masalan, bizga xo'p, m taqsim n ga mana masalan 3 taqsim 5 berilsa, demak, tepa m nima desa, m3, n nima desa 5. Bu muammo emas bu, 3 5ligi. Endi shuni manfiyligi berilsa, m taqsim n minus 3 taqsim 5 berilsa, mana minus qayerga tegishli? Tepagami, pastgami deyilsa, tepaga yozsa ham bo'ladi, pastga ham yozsa bo'ladi. Lekin o'zi aslida mahraj natural son bo'lishi kerak bo'lsa, demak tepaniki bo'ladi. M nima deyilsa, mana shundan m nima deyilsa, m minus tepaga tegishli minus 3. N nima desa, n 5. Chunki mahraji nima bo'lishi kerak? Natural son bo'lishi kerak. Yana m taqsim n ko'rinishidagi sonda mana 8 taqsim minus 9 deb yozilgan bo'lsa ham, o'sha minus 9 ni oldida turgan bo'lsa ham, o'zi aslida nimaniki desa 8 niki bo'ladi. Demak, m nima? M minus 8, n nima desa n 9. Chunki mahraj natural son bo'lishi kerak. Endi formulalarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi formula a taqsim b qo'shilgan s taqsim b beradi. Mahrajga tegmaymiz. Mahraj b bo'lib turaveradi. Tepaga a ga s ni qo'shamiz mana. Masalan, misol 2 taqsim 3 qo'shamiz, 7 taqsim 3 berilsa, demak, mahrajda 3 turaveradi, tepani qo'shamiz. 2 qo'shuv 7. 2 7 ni qo'shsak 9 taqsim 3. 9 3 ga bo'lsak mana 3 chiqyapti, bo'lyapti. Keyin ikkinchisi a taqsim b ayrilgan s taqsim b bo'lsa, mana mahrajda bir xil turaveradi. Masalan, mahraj b bo'lib turaveradi, tepada ayiramiz. A dan ayiraman s ni. Masalan, 3 taqsim 5 ayiraman 4 taqsim 5 bo'lsa, mana mahrajda 5 turaveradi, tepada 3 dan ayiraman 4 ni. 3 dan 4 ayirsam minus 1. Minus 1 taqsim 5 bo'ladi. Keyingisi, uchinchisi. A taqsim b qo'shaman s taqsim d bo'lsa, mahraji har xil. Bunga nima kam? D kam. Bunga nima kam? B kam. Demak, shunda uy mahraj berdik. Bu nima bo'ldi? A d bo'ldi. Bunisi nima bo'ldi? B s bo'ldi. Taqsim mahraji nima bo'ldi? B d bo'ldi. Endi bu umumiy mahraj berdik. Endi misol 3 taqsim 7 qo'shamiz 1 taqsim 5 bo'lsa, umumiy mahraj beramiz. 7 bilan 5 ga umumiy mahraj bo'lsak 35 bo'ladi. Bunga 5 tadan, bunga 7 tadan. Endi hisoblasak mana mahraj nima bo'ldi? 35 bo'ldi. 7 kira 5, 5 kira 3 15, 7 kira 1 7. 15 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 22 taqsim 35 bo'lyapti. Keyin xo'p, to'rtinchisi. A taqsim b ayrilgan s taqsim d bo'lsa, shuni o'zi faqat ayirmasi. Demak, bunga yana d dan, bunga yana b dan umumiy mahraj beramiz. Shunda nima bo'ladi? A d bo'ladi, ayrilgan b s bo'ladi, mahraji b d bo'ladi mana. Endi misol 3 taqsim 4 ayiramiz, xo'p, 5 taqsim 6 bo'lsa, masalan. Xo'p, 4 bilan 6 ga umumiy mahraj necha desa, 4 bilan 6 ga umumiy mahraj 12. 12 bo'ladigan bo'lsa, demak bunga 3 tadan,
Bunga 2 da mana. 3 kere 4 12, 2 kere 6 ham 12 bo'ladi. Demak, mahrajga 12 yozamiz. Tepa 3 kere 3 9 bo'ladi. Bu 2 kere 5 10 bo'ladi. 9 dan 10 da ayiradigan bo'lsak, -1 taqsim 12 kelib chiqadi. Keyin 5-inchisi, agar A taqsim B ni ko'paytiramiz, S taqsim D ga deyilsa, qoida bo'yicha tepa-tepaga, past-pastga ko'payadi. Demak, tepa A ko'paygan S, mahraji nima desa, B ko'paygan D bo'ladi, bo'ldi. Endi misol 2 taqsim 3 ni ko'paytiraman 7 taqsim, xo'p, 13 ga desa, masalan, bunda qisqaradigani yo'q. Tepa-tepaga, past-pastga ko'payadi. Demak, tepa 2 kere 7, pasti 3 kere 13. Demak, 2 kere 7 nechi? 14. Mahraji 3 kere 13 nechi desa 39 deyiladi, bo'ldi. Davom etamiz. Endi 6-formula. A taqsim B ni ko'paytiramiz S ga desa, mana S tepaga tegishli. Mana S ni tagida 1 bor bo'ladi, 1 yozilmaydi. Tepaga tegishli bo'lsa, A ko'paygan S taqsim B bo'ladi. Masalan, 2 taqsim 3 ko'paytirilgan 7 bo'lsa, mana shu 7 tepaga ko'payadi. Ya'ni 2 kere 7 bo'ladi, pastga 3 bo'ladi. 2 kere 7 nechi? 14 taqsim 3. Endi 7-inchisi. A taqsim B ni bo'lamiz S taqsim D ga degan formula keladi mana. Demak, A taqsim B joyi turaveradi mana. Ko'paytiramiz. Buni chappa qilamiz. Chappasi nima? D taqsim S bo'ladi mana. A taqsim B ning chappasi D taqsim S. Endi tepa-tepaga ko'payadi. Tepa-tepaga ko'paysa A ko'paygan D bo'ladi. Taqsim mahraji B ko'paygan S bo'ladi. Bo'ldi. Endi misol 2 taqsim 3 ni bo'lamiz 7 taqsim 5 ga deyilsa, 2 taqsim 3 joyida turaveradi birinchisi. Ko'paytiramiz. Buni chappa qilamiz. Chappa qilsak 5 taqsim 7. Bundan hisoblasak 2 kere 5 10, 3 kere 7 21. Demak 10 taqsim 21 chiqdi. Ya'ni qoida bo'yicha birinchi joyda turadi, ko'paytma qilamiz, keyingi chappa bo'ladi. Keyin tepa-tepaga ko'paytirilyapti, pasti-pastga ko'paytirilyapti. 8-inchisi. A taqsim B ni bo'lamiz S ga deyilsa, A taqsim B turaveradi, ko'paytma qilamiz, buni chappa qilamiz. Sin tagida 1 bor, demak bu 1 taqsim S bo'ladi. Endi bundan tepa-tepaga A, pasti-pastga B S bo'ladi. Masalan, endi 3 taqsim 4 ni bo'lamiz, xo'p, 11 ga bo'lsa, masalan 3 taqsim 4 joyida turaveradi mana. 3 taqsim 4, ya'ni birinchisi joyida mana qoida bo'yicha A taqsim B birinchi joyida turaveradi, ko'paytiramiz, keyin chappa qilamiz. 11 ni chappasi nima desa 1 taqsim 11. Shunda tepa-tepaga 3 kere 1 3, past 4 kere 11 44 deyiladi. Keyin 9. Joyini almashtirib yozamiz. Ya'ni S ni bo'laman A taqsim B ga desam, mana S turaveradi joyida, ko'paytiraman, keyin chappa qilaman. B taqsim A, mana A taqsim B chappa bo'ldi. Endi tepa-tepaga ko'payadi, mana S B yoki B S desa bo'ladi. Mana S ko'paygan B taqsim pastda A. Masalan, endi shunga misol 3 ni bo'lamiz, xo'p, 2 taqsim 7 ga deyilsa, mana 3 ni bo'lamiz 2 taqsim 7 ga deyilsa, xo'p, 3 turaveradi joyida. Ko'paytiramiz, buni chappa qilamiz. 7 taqsim 2. Endi tepaga ko'payadi, mana 3 kere 7 taqsim 2 bo'ladi. 3 kere 7 nechi? 21 taqsim 2 kelib chiqadi. Endi 10-inchisi, xo'p, 10-inchisida agar minus A taqsim B kasr berilsa, mana shuni yozsa bo'ladi. Minus A taqsim B deb yozsa bo'ladi yoki A taqsim minus B deb yozsa bo'ladi. Ya'ni qoida bo'yicha mana minus kasr oltida tursa ham bo'ladi, tepada tursa ham bo'ladi, pastda tursa ham bo'ladi. Lekin baribir tepaniki deyiladi. Masalan, mana minus 2 taqsim 3 bo'lsa, o'shani minus 2 taqsim 3 deb yozsa bo'ladi yoki 2 taqsim minus 3 deb yozsa bo'ladi. Minus qayerda turgani bilan baribir 2 niki deyiladi. Chunki boya o'tdik boshida tepa nima bo'lishi kerak? Butun son, mahraj nima bo'lishi kerak? Natural. Natural son manfiy bo'lishi mumkin emas. Sanashda ishlatiladigan sonlar natural sonlar. Minus 3 bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun minus suratniki deyiladi. Keyin 11-inchisi. A qo'shilgan B ayrilgan S taqsim D bo'lsa, buni alohida bo'lib yozsa bo'ladi. Mana alohida bo'lib yozsa A taqsim D bo'ladi, alohida bo'lsa, keyin B taqsim D bo'ladi, yana alohida bo'lsa, keyin minus S taqsim D bo'ladi. Ya'ni alohida bo'lib yozyapmiz. Masalan, yana 3 qo'shuv 7 ayru 5 taqsim, xo'p, 8 bo'lsa, shuni nima deb yozsa bo'ladi desa, alohida yozsa, mana 3 taqsim 8 bo'ladi buni. Keyingisi 7 taqsim 8 bo'ladi, keyingisi minus 5 taqsim 8 bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa alohida yozish mumkin. Endi quyidagi misolni ko'rib chiqamiz. Bizga misol beradi mana. 1 taqsim 1 kere 3. 1 taqsim 3 kere 5. 1 taqsim 5 kere 7. 1 taqsim 7 kere 9. 1 taqsim 9 kere 11. Mana shunaqa misol beradi. Bunaqa misol bersak qaraymiz. 1 bilan 3 orasi nechi? 2. 3 bilan 5 orasi nechi? 2. 5 bilan 7 orasida farq 2.
Buni ham orasi farq 2, buni ham orasi farq 2. Orasi farq agar 2 bo'lsa, 1/2 chiqaramiz. Keyin birinchi kasr, mana birinchi kasr 1/1 dan, mana 1/1 dan ayiramiz. Oxirdagi kasr mana 1/11 di. Shuni hisoblasak, biz umumiy hisoblab bo'lgan bo'lamiz. O'rtadagilar baribir qisqarib ketadi. Shuning uchun o'rtadagilar yozilmaydi. Demak, shuni hisoblaymiz mana. 1/2 turaveradi joyida. Bunga 1 bilan 11 ga umumiy mahraj necha desa 11, bunga 10 bittadan beraman. 11 kira 1. 11. Demak, 11 dan 1 ayiraman. 11 dan 1 ayirsam 10 taqsim pastda mana 2 turuvdi. Mana mahraj 11 edi. Endi tepa nima bo'lyapti? 10 bo'lyapti. Pasti 2 ta 11 22 bo'lyapti. Endi buni qisqartirish nima degani? Qisqartirish degani bir xil sanga bo'lib yuborish degani. Mana endi 10 bilan 2 qisqartsang bo'lardi o'zi. Demak, 10 ni 2 ga bo'lamiz, 22 ni ham 2 ga bo'lamiz. 10 ni ham 10 ni 2 ga bo'lsam 5, 22 ni 2 ga bo'lsam 11. Ya'ni qisqardi javob 5/11 qolyapti degan. Keyin bu birinchi misol deylik. Ikkinchi misol, yana shunga o'xshagan misol yozamiz. 2 taqsim 3 kere 7. 2 taqsim 7 kere 11. Keyin 2 taqsim 11 kere 15 bo'lsa, misol, mana 3 bilan 7 ni orasida farq necha bo'lyapti hozir? 4 bo'lyapti. 7 bilan 11 orasida farq necha bo'lyapti? 4 bo'lyapti. 11 bilan 15 orasida farq ham 4 bo'lyapti. Tepa 2 turaveradi. Demak, buni qanaqa ishlaymiz desa, orasida farqqa qaraymiz. Orasida farq 4 bo'lsa, demak 1/4 ni chiqaraman. Keyin birinchi kasr 2/3 dan mana. Birinchi kasr 2/3 mana. 2/3. O'shandan mana shu 2/3 dan ayiraman, bu yerda 2/15. Ayiraman 2/15. Bunga umumiy mahraj necha? 15. Mana 3 bilan 15 ga 15 ni o'zi umumiy mahraj. Demak, bunga nechadan beraman? 5 dan. 5 kira 3 15 bo'ladi. Demak, 1/4 joyida turaveradi. Ko'paytiraman. Bu 5 kira 2 10. 12 ni ayiraman. 12 ni ayirsam 8. 8/15. Endi men 8 bilan bu 4 ga qisqaradi. Yana buni 4 ga bo'lib yuboraman, 1 bo'ladi. Buni 4 ga bo'lib yuboraman, 2 bo'ladi. Qisqartirdim. Demak, tepa 2 taqsim pastda 1 kira 15 15. Ya'ni javob 2/15 bo'lyapti. Yana uchinchi, masalan, 3 qo'shilgan 1 taqsim 2 kira 3 qo'shilgan 1 taqsim 3 kira 4 qo'shilgan 1 taqsim 4 kira 5 qo'shilgan 1 taqsim 5 kira 6 degan misol kelsa, mana xo'p, boshida 3 turgan ekan, mana oyishda 3. O'sha 3 ga teginmaymiz, 3 qo'shamiz deb yozib qo'yamiz. Bu yog'i, mana bu yog'i tepadan misollarga o'xshaydi. Bundan bu yog'i. Demak, orasi farq necha? 2 3 3 4 4 5 5 6 bo'lsa, orasi farq 1. Demak, 1/1 da chiqaramiz deyiladi qoida bo'yicha. Keyin birinchi kasr 1/2 dan 1/2 dan ayiramiz. 1/2 dan ayiramiz 1/6 ni. Demak, shuni hisoblaymiz. Buni hisoblasak 3 qo'shilgan, mana 3 qo'shilgan 1/1 yozish shart emas. Mana 1/2 bilan 6, mana 2 bilan 6 ga umumiy mahraj 6. Demak, bunga 3 dan beraman. 3 dan bersam 3 kere 2 6 bo'ladi. Endi 3 kere 1 3, 3 dan 1 bersam 2. 2/6 bo'lyapti. Demak, 3 qo'shilgan 2/6. Endi bu 3 qo'shilgan, buni 2 ga bo'lib yuboraman. Tepada 2 ni 2 ga bo'lib yuboraman 1, buni ham 2 ga bo'lib yuboraman 3. Endi mana pilsi o'chirib qo'ysam bo'ldi. Demak, javob 3 va 1/3 deyiladi. Aralash kasr qilib yozib qo'ysak. Endi noto'g'ri kasr qilib yozib qo'ysak, 3 kira 3 9, 9 ga 1 qo'shamiz, 10/3 bo'ladi agar noto'g'ri kasr qilib yozsak. Endi shu ko'rinishdagi misollarning hammasi shunaqa bo'ladi. Ya'ni nima qilamiz? Orasidagi farqni chiqaramiz, keyin birinchi kasrdan oxirgi kasrga ayiramiz. O'sha yo'ldan hamma misol chiqadi. Kasrlarni taqqoslashni o'rganamiz. Qaysi kasr katta desa, mana 3/5, bunisi 4/5 bo'lsa, qaysi katta desa, mahraji bir xil. Mahraji bir xil bo'lsa, surat kattasi katta bo'ladi. Demak, mana katta. 4/5 katta. Yana 5/7, hop, 6/7 bo'lsa, demak, mahraji bir xil bo'lsa, mana surat kattasi katta bo'ladi. Bu oddiy qoida. Endi surati bir xil bo'lsa-chi mana 5/4, 5/3 bo'lsa, bunda surati bir xil. Surati bir xil bo'ladigan bo'lsa, mahrajining kichkinasi katta bo'ladi. Mana 5 5 bir xil, mana 4, mana 3. Qaysi kichkina? 3 kichkina. Demak, mana shu katta. Hop, 6/7. Hop, 6 deylik. Mana 6/13 bo'lsa, mana surati bir xil. Mana 6 6 surati bir xil. Mahrajining kichkinasi katta bo'ladi. Mahraj kichkinasi mana 7 bo'ladi. Demak, 6/7 mana shu bundan nimaroq kattaroq degan. Demak, mahraji bir xil bo'lsa, mana ikkovida mahraji bir xil. Mahraji bir xil bo'lsa, surat kattasi katta. Agar surati bir xil bo'ladigan bo'lsa, mana surati bir xil bo'ladigan bo'lsa, mahrajining kichkinasi katta. Mana 4 3 3 kichkina, shuning uchun bu katta. Va 13 7 7 kichkina, o'shancha mana shu katta kasrda. Keyin
Agar 107 taqsim 109 bo'lsa, keyin 105 taqsim 107 bo'lsa, qaysi biri katta deyilsa, mana orasi farqiga qaraymiz. Mana 7 bilan 9 orasi farq nechi? 2 bo'lyapti. 5 bilan 7 ning orasi farq nechi bo'lyapti? 2 bo'lyapti. Demak, orasi farq bir xil bo'lsa, kattaroq son qatnashgani katta bo'ladi. Ya'ni mana 107 taqsim 109 katta. Va 1111 1113 mana taqsim. Keyin 1113 1115 mana qaraymiz. 1 bilan 3 orasi farq nechi? 1 bilan 3 orasi farq 2. Mana 3 bilan 5 orasi farq ham nechi? 2. Demak, mana shunaqa misolga kelsa, qaysida kattaroq son qatnashgan desa, bunisida. Mana 1115 kattaroq son. Demak, mana shunisi katta deyiladi. Orasi farq agar bir xil bo'lsa. Keyin, xo'p, hammasi har xil kelsa-chi, masalan, 2 taqsim 3 kelsa, bu yoqdan 3 taqsim 5 kelsa, endi bu qoidaga tushmaydi mana. Surati bir xil emas, mahraji bir xil emas. Surati bir xil emas, mahraji bir xil emas. Ikkalasi ham bir xil emas. Ya'ni bunga o'yin mahraji bera olamiz. O'yin mahraj 3 bilan 5 ga nechi? 15. 15 bo'lsa bunga nechtadan? 5 tadan. Bunga nechtadan? 3 tadan. Endi bu 5 ga 2 bo'ladi-da, nima bo'ladi? 10 taqsim 15 bo'ladi. Ha, bunisi nima bo'ladi? 9 taqsim 15 bo'ladi. 3 kira 3 9, 3 kira 5 15. Endi qaraymiz, mahraji bir xil. Surat kattasi katta bo'ladi. Qaysi surat katta? Buniki. Demak, mana shu katta. Demak, 2 taqsim katta ekan degan xulosaga boramiz. Ya'ni hamma narsasi har xil bo'lsa, nima bera olamiz? Umumiy mahraj berib, qaysi bir kattaligini topamiz. Endi qoida. Masalan, 2 taqsim 3. Xo'p, 2 taqsim 3 ga masalan 2 ga tepaga 2 ni ko'paytirsam, pastga 3 ga 2 ni ko'paytirsam mumkinmi desa, mumkin. Xo'p, 2 ni 2 ga bo'lsang, 3 ni 2 ga bo'lsang mumkinmi desa, u ham mumkin. Ya'ni kasrda surat va mahrajga bir xil sonni ko'paytirish mumkinmi? Mumkin. Bo'lish mumkinmi? Mumkin. Barobar bo'lib turaveradi. Yana 5 taqsim 7 bo'lsa, 5 ni 6 ga ko'paytirsam, 7 ni ham 6 ga ko'paytirsam, bir xil son ko'paytirish mumkinmi? Mumkin. Agar 5 ni 8 ga bo'lsam, 7 ni ham 8 ga bo'lsam mumkinmi? U ham mumkin. Ya'ni ko'paytirsa hech narsa o'zgarmaydi, bo'lsa ham hech narsa o'zgarmaydi. Lekin qo'shsa, ayirsa o'zgaradi. Mana 2 taqsim 3 bo'lsa, agar men 2 ga 1 ni qo'shsam, pastga ham 3 ga ham 1 ni qo'shsam, nima bo'ladi bu? Tepa 3 taqsim 4. Kasrning qiymati ortadi. Nega desa, mana orasida farq 1, orasida farq 1. Kattaroq son qatnashgani katta bo'ladi. Ya'ni mana o'zi 2 taqsim 3 degan 0,6, bu 0,75. Demak, kasrning surat va mahrajiga bir xil sonni qo'shadigan bo'lsa, kasrning qiymati oshadi, ya'ni ortadi. Shundan xulosa, ayiradigan bo'lsa kamayadi mana. 5 taqsim 6 bo'lsa, 5 dan ayirsam 1 ni, 6 dan ayirsam 1 ni. Demak, bu nima bo'ladi? 5 dan ayirsam 1 ni 4 bo'ladi. Buni ayirsam 5 bo'ladi mana. Demak, kasrning qiymati mana 5 taqsim 6 edi, endi 4 taqsim 5 bo'ldi. Nima bo'ldi desa, kamaydi. Demak, qo'shgan payti nima qiladi desa, ortadi. Ayirgan payti nima qiladi desa, kamayadi. Demak, qoidalari ko'paytirsa o'zgarmaydi, bir xil songa ko'paytirsa o'zgarmaydi, bir xil songa bo'lsa ham o'zgarmaydi. Demak, qo'shsa, kasrning surat mahrajiga bir xil sonni qo'shsa, kasrning qiymati ortadi. Kasrning surat mahrajidan bir xil sonni ayirsa, kasrning qiymati kamayadi.